Meni ko'paytirish uchun o'simlik tagidan chiqqan ildizli niholni oling. Uni 12 soat quritib, keyin tuvakka tiqib qo'ying. Men aloeman. Mening foydalarim juda ham ko'p. Teri kuyishida yordam beraman. Jarohatlarni tezroq bitishiga yordam beraman. Teri parvarishi uchun foydaliman. Mening shoximdan olib, tagidan 45 gradus qiyalikda kes. Tuvakka tiqib qo'y va ozgincha suv quy. Men tez ildiz chiqaraman. Men geran guliman. Bargimning hidi stressni kamaytiradi, uyquga ijobiy ta'sir qiladi, mayda hasharotlarni haydaydi, chiroyli va uzoq gullayman. Sog'lom qalin bargimdan yulib, tuvakka tiqib qo'y. Ozgincha suv quy. Ildiz yaxshi chiqishi uchun vitaminlar sol. Men Tolstyanka, dollar guliman. Havodagi zararli moddalarni tozalayman. Ish paytida charchoqni kamaytiraman. Kayfiyat ulashaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.